Asaka tumani arg'inliklar bormi? Sizlar uchun o'zingizlarning mahalliylardan oshirmay sotiladigan 6 sotiklik 5 xonadan iborat bo'lgan Fayzi xonadan topib qo'ydim. Birga ko'rib chiqamiz. Hop, uyimizga kirganimizda sizlarning chap tarafingizda bitta mehmonxona hamda bitta alohida xonasi bor. O'ng tarafingizda bo'lsa, bu yerda ham bitta alohida mehmonxona, bitta yotoqxonasi hamda bitta oshxonasi va uni tagida podval qismi mavjud. Uyimizning qulayliklari bilan tanishtiraman. Xo'p, alohida suv uchun kachalka hamda ko'chadan kelgan vodoprovodi bor ekan. Tashqi sanuzili, tandiri, silos uchun yamasi, 10 ta mol uchun molxonasi bor ekan. Hamda ko'plab shirindan shakar mevali daraxtlar ham bor ekan. Uyimizning manzili Asaka tumani, Arg'in MFI, Ilg'or ko'chasi 173-uy, mo'ljal Arg'in Fayz marketda oldin kirilganda 6-ko'chada joylashgan. Egalari ushbu ancha mehnat sarflangan uy uchun 70 ming so'rayapti. Ozroq kami bor. Qo'shimcha hamda batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling.